Sizda savol tug'ildi. Qanday insonlar jamiyat uchun xavfli hisoblanadi sizning nazaringizda? Jim yurgan odamlar. Pismiq deb qo'yishadi. Yo'q, gap pismog'ida emas. Ular bir kun yomon portlaydi. Tushunasizmi? Jim yurgan odam bo'ladi-yu. Aha. Qo'ychan, sizni nazarda tutmayapman. Xafa bo'lmang. Yo'q, marhamat. Masalan, nazarda tutsangiz ham bu sizning shaxsiy fikrlaringiz. Men uchun qiziq sizning fikrlaringiz hozir. Chunki jim yurgan odamdan qo'rqaman. U bir kun yomon portlaydi. Shuning uchun men qancha gapirsa yoki gaplashib yursangiz, odam dardidan chiqib ketadi. Chunki jim yurgan odam juda ko'p o'ylaydi. Va bu sizning tajribangizda isbotini topgan. Isboti. U juda ko'p narsani o'ylayveradi. Men aytaman, bir marta yashaymiz. Ha deb o'ylanavergandan nima foyda? Peshonamizga baribir Xudo aytgani bo'ladi.